Xo'rozim, xo'rozim. Nima gap? Sovchilikka keldim. Xo'p, malades. Erkak kishi dadil gapirish kerak-da. Nima ish qilasiz? Nimaga qiziqasiz? Endi men qiziqadiganim aytsam. Voy, o'zini betana kelvoy. Va dirijorlik qilaman sen bilan hozir. Og'zingdanmi? To'xta. Bitta o'zimiznikidan bo'lsin. Voy, o'zimni bedanam ovozlaringga. Hayron bo'lmang. Katta kuyovim bedanaga qiziqadi. Ha, erkak kishi bedanaga qiziqadi-da. Bedana, mujik. Shuning uchun ham yaxshi ko'rib, olingan qizimni deb yuborganman. Kuyovim. Hop. Endi men kasbimni aytadigan bo'lsam, Chim hovzaga tushayotganlar keldi. Voy iflos, bir haftadan beri ishlamay turdim. Bosh ushlab kelish. Qanotlarini setra qiladimmi? Uchib ketdi-ya. Hayron bo'lmang. O'rtanchi kuyovim, kaptarchi. Buh deb eshitlardan kirib kelgan. Olingan o'rtanchi qizimni deganman. Kaptar bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, yurmaydi-yu, to'g'rimi? endi men aytadigan bo'lsam, G'alapa. Tushun ko'payib ketdimi? Bugun o'yin bor, yodamiz. Kenja kuyov. Wow. Mahallada bitta olaparashini yetdi. Liboy nima? Bitta g'ajiydi, yutoradi. Bitta g'ajiydi, yutoradi. Malades. men to'g'risini aytadigan bo'lsam, men PUBG ga qiziqaman, dada. PUBGchiman men. Nima? Ha, PUBGchimisiz? Voy iflos, ashpatda chimchiqqa bo'lsa ham qiziqib qo'ymagan ekanman-da. Xo'rozim, xo'rozim, xo'rozim.